Assalomu alaykum. Bugun tiroid ektamiya haqida gaplashamiz. Tiroid ektamiya qalqonsimon bezning qisman yoki butunlay olib tashlanishi, buqoq deydi. O'sha qalqonsimon bez mana shu joyda joylashgan. Eng ko'p talab qilinadigan holat bu qalqonsimon bezning rak, ya'ni saraton kasalligi hisoblanadi. Bundan tashqari qalqonsimon bezning kattalashib ketishi, mahalliy tilda buqoq deydi. Buqoqsol deydi. O'sha joyda buqoqning kattalashib ketishi natijasida nafas olish va yutinishning qiyinlashib qolishi natijasida shunday holatlardan olib tashlash mumkin. Bundan tashqari yana bir holat borki, bunda qalqonsimon bezda ma'lum bir kasallik paydo bo'ladi va bunda o'sha tukunlar tezlik bilan kattalashishni boshlaydi. Bunda ham ma'lum bir qismini olib tashlash kerak bo'ladi. Yana bir muhim kasallik borki, bunda qalqonsimon bezning kattalashmaydi, lekin uning faoliyati juda ham kuchayib ketadi. Bu Graves kasalligi deyiladi. Bunda ham qachonki unga dori-darmon bilan yordam berish imkoni bo'lmay qolganda, unda ham qalqonsimon bezning ma'lum bir qismi olib tashlanadi. Va bundan tashqari yana bir holatda olib qaraydigan bo'lsak, unda kistalar paydo bo'lsa, kistalarni ham operativ yo'l bilan olib tashlash mumkin bo'ladi. Albatta, operatsiya umumiy anesteziya, ya'ni umumiy narkoz ostida amalga oshiriladi va tiklanish uchun 1-2 hafta vaqt ketadi va bu narsa bemorning holatiga, ya'ni yoshiga, jinsiga, umumiy holatiga bog'liq bo'ladi. Va operatsiyadan so'ng bemorlarning ko'p qismi tiroid gormonlarini qabul qilib, doimiy qabul qilib yurishlariga to'g'ri keladi, sababiki o'sha ishlab chiqaradigan qismi olib tashlanishi mumkin bo'ladi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, har bir operatsiya, har bir kasallik turi har bir bemor uchun individual hisoblanadi va bu operatsiya amalga oshishidan avval albatta bemor chuqur tekshiruvdan o'tkazilishi kerak bo'ladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kun biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.